Rasulimiz alayhissalatu vassalam hech qachon la'nat aytib qarg'amadilar. Biz qarg'ashga o'tib ketyapmiz. Ozgina bir odam yomonlik qilsa qarg'aymiz. Internetda bitta odam bitta xato qilib qo'ygan bo'lsa, to'xtamasdan uni qarg'aymiz. Haqorat deymiz. Kechira olmaymiz bir-birimizni. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam sajda qilib turuvdilar Ka'bani oldida. Kofirlar kelib hayvonni ichini, qornini yorib olib kelib boshlariga kitirib qo'ydilar. U bosh uchun jonimizni berishlikka loyiqmiz azizlar. U boshni uchun butun umrimizni berishga rozimiz, lekin shu boshga badbaxtlar olib kelib najos kiydirdilar. Sahobalarning birortasi kelib olishlikka jur'atlari yetmadi. Qo'rqib turdilar. Go'dak holatida turgan Fatima Zahro onamizgina kelib oldilar. Bilasizmi, dunyoda eng ota uchun qiyin holat qanday holat? Farzandini oldida behurmat bo'lish. Qizlarini oldida, suyukli qizini oldida Rasulimiz alayhissalom sajda qilib turgan holatida mana shu beodoblik bo'ldi. Qizlari yugurib kelib boshidan axlatlarini oldilar, mahkam quchoqlab yig'lab yordilar. Haligilarga la'nat aytdilar. Rasulimiz alayhissalom, qizim, ular bilmasdan qilyaptilar dedilar. Ular bilmasdan qilyaptilar dedilar. Faqat shunaqa deyardilar, xolos. Bular bilmasdan qilyapti-da deyardilar. Qarg'amadilar. Hatto muborak dahanlariga kamon o'qib kelib tekkanda ham qonim yerga tushmasin dedilar. Ummatga balo kelmasin dedilar. Lekin biror marta azizlar qarg'amadilar, hammani kechirdilar. Modomiki biz ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, kechirimlik bo'la olaylik azizlar. Allohdan uyalaylik. Alloh haq azza va jalla bizni gunohlarimizni kechirib turibdi-ku. Andisha qilmaymizmi? O'zimiz o'ylanaylik, shu yerda o'tirgan hammamiz, mayli, boshqani hayotini bir chekkaga qo'yaylik. O'zimizni o'tmishimizni bir o'ylaylik. Agarki o'zimizni aybimiz bilan mashg'ul bo'lib qolsak, o'zimizni gunohlarimizni o'ylanishlik bilan, tavba bilan ovora bo'lib qolsak, boshqalar bizni ko'zimizga ko'rinmay qoladi azizlarim. Alloh arhamar rohimin ekan bizni kechirib turibdi. Odam alayhisalom bilan momo Havo onamiz jannatda Alloh qilma degan ishni qilib qo'yganda birinchi bo'lgan ishi avratlari ochilib qoldi. Agar bizni ham gunohlarimiz uchun avratlar ochilib qolishlik bo'lganida ko'chada liboslik odam qolmasdi azizlar. Lekin Sattorul Uyub ekan. Alloh gunohlarimizni berkitib turibdi ekan. Shunday gunohlarimiz borki, odamlar bilmasinda ish qilib deydigan. Lekin biz hech xayolimizga keltirmaymizki, shu gunohlarni berkitib turgan Robbimiz Alloh ekanligini. Kino qilib qo'yib bersa nima qilar edik? Lekin Robbimiz bizni kechirib turibdi-ku. Qancha gunohimiz bor, yana boshimizni sajdaga qo'yib Robbim deb sajda qilyapmiz. Qancha gunohimiz bor, yana Alloh taolodan qancha narsa so'rab iltijo qilamiz. Ey Robbim, menga uni bergin, buni bergin. Agar gapirsak, o'ylasak, Allohning rahmatidan benasib emasligimizni, noumid emasligimizni bilib qalbimizga taskinlik beramiz. Alloh arhamar rohimin, bandalarini kechirguvchi deymiz. Alloh hammamizni gunohimizni kechiryapti deymiz. Lekin nega biz kechirmaymiz? Nima uchun jamiyatda keyingi paytda hamma bir-biri bilan janjallashadigan bo'lib qolyapti? Masjidda namoz o'qib chiqib mashinani olib chiqishlikda o'zidan janjal boshlanyapti. Masjidga kirdi, kechirimlilik haqida mav'iza eshitdi. Rasulimiz alayhissalomning odoblarini eshitdilar. Chiqib turib mashina qo'yishlikda o'zida janjal boshlanyapti. Qanaqa degan gap? Masjidning oldiga kelib mashinani bu yerga qo'ymang. Odamlarga xalaqit qilar ekan, mana bu yo'lni to'sib qo'yapsiz ekan, ey birodar, tez yordam o'tadi deb ichki ishlar xodimi aytsa, un bilan urushyapmiz. Biz namozga kelyapmiz, sen kimsan deyapmiz. Qani odob? Biz Allohning baytiga kelib nima olib ketishimiz kerak azizlarim? Hammamiz o'zimizga namuna olaylik.
Modomiki biz ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, kechirimli bo'laylik. Agar kechirimli bo'lsangiz, bir sinab ko'ring. Har kuni kechqurun yotayotganda men hammani kechirdim deb uxlaylik, qalbimiz shunaqa rohat bo'ladi. Nega Rasulimiz alayhissalomni tushimizda ko'ra olmaymiz? Nega tushlarimiz ham alqash-chalqash bo'lib ketdi? Chunki qalbda kir ko'paydi-da. Kim bilandir adovat qilganmiz, kimdandir haqqimizni o'ylaymiz, kimdir boshqani o'ylaymiz. Shuni hammasini kechirib qo'ysak o'ylamagan bo'lar edik. Hammasini kechirib turib, agar biz Rasulimiz alayhissalomni o'ylasak edi, albatta tushimizga kirardilar.